har qanday odamni manipulyatsiya qilishi uchun avval sharoit kerak. Sharoit muhim. Sharoit yaratilsagina sizga manipulyatsiya qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Sharoitni har qanday manipulyatorga o'zingiz tayyorlab berasiz. Savol, qanday qilib? 1. Siringizni aytasiz. 2. Qo'rquvingizni aytasiz. 3. Maqsadingizni aytasiz. 4. Xohishlaringizni aytasiz. 5. Dardingizni aytasiz. Ha. Ya'ni esingizda bo'lsin, har qanday emotsional bog'liq bo'lgan odamingizni ko'nglini olish uchun yoki u odamni aytganini qilish uchun hamma narsaga tayyorsiz. Shu точка miyangizda joylashib olsin. Har qanday siz emotsional bog'liq bo'lgan odamni xursand qilish uchun, ko'nglini olish uchun va u odamni oldida uyalib qolmaslik uchun hamma narsaga tayyorsiz. Bundan manipulyatorlar juda zo'r foydalanadi. Turklar bilan kim savdo qilib ko'rgan? Menimcha o'tgan safar ham bu narsani aytdim. Kirishingiz bilan, "O, mani ota qardoshim, ke o'tir choy beradi, gaplashadi, qarindosh urug', bola chaqangiz, aka ukangiz, qayerda o'qigansiz?" Ichidachi shu urib yorgis kelsa hamchi juda go'zal, ajoyibsanda. Tushunyapsizmi? Oxiri ikkita narsaga majbur qiladi. Birinchisi, dardingizni aytasiz. Ikkinchisi, maqsadingizni aytasiz. Dardingizni aytganda ketdi. Sirlaringiz, ichingizda yig'ib yurgan, nimadan qiynalayotganingiz, nima og'riqlaringiz bor, hammasini gapirasiz. Maqsadga kelganda yana ketadi. Yana siringizni aytasiz, rejangizni aytasiz, nimaga intilayotganingizni aytasiz, nimaga qiziqayotganingizni aytasiz. Tasavvur qilinglar, bu narsachi, maylimi siz? Yana bitta bejik beringlar. Bo'l. Как раз boshqachada, beriroq keling. Noto'g'ri tushunmanglar yana. Tushunsangiz sizlarning problemanglar. Bu degani, o'zini odami qilib oladi, to'ppa-to'g'ri. Bu degani, men qayoqqa yursam bu odam majbur. O'sha yoqqa yurishga majbur. Bu kishi yursa, bu kishi yashang. Bu kishi dardini menga aytib bo'ldi. Endi diqqat bilan e'tibor bering. Bu holat bo'lsa normal holat bo'lar edi. Lekin dardini kim aytdi? Bu odam aytdi. Sirini kim aytdi? Bu odam aytdi. Xatolarini kim aytdi? Bu odam aytdi. Maqsadini kim aytdi? Natija bundoq bo'ladi. Agar ikkita odam bir-biriga sirini, dardini aytsa, boyagi holat bo'ladi. Agar kimga dardingizni, siringizni, qiynayotgan narsani, og'riqlaringizni, xatolaringizni, rejalaringizni, intilayotgan narsalaringizni, qiziqishingizni gapirdingizmi, mana shu holat. Tur desa turasiz, yot desa yotasiz, o'tir desa o'tirasiz. Sotib ol desa sotib olasiz. Shuning uchun sotish uchun harakat qiladigan har qanday odam oldin sizni og'riqlaringizni topadi. Tanishmi? Va og'riqlaringizni bir-bir eslatadi. Bo'ldi, siz odamning aytganini qilaverasiz. Endi rahmat kattakon. Uzr agar g'alati ko'ringan bo'lsa. Endi masala nimada? Muammo nimada? Biz bu narsani berib qo'ydik ipni. Ana erkaklar ko'pchiligimiz qo'rqmaymiz bu safar. Xotiningga povutni berib qo'yma deydi-yu. Mana o'sha. Nima qilib qo'yasiz? Siringizni aytib qo'yasiz, rejangizni aytib qo'yasiz, qancha pulingiz borligini aytib qo'yasiz, nimadan qo'rqishingizni. Ayollar ko'rinmasam yaxshi aytaman shu tomongacha.
Ayollar siz bilan turmush qurganidan keyin oilani birinchi davrida o'zi bilmagan holda mana shuni hammasini egallashga harakat qiladi. Ayollar sizlar o'zingizlar bilmagan holda hammasini egallashga harakat qilasizlar, natijada eringlar sizlarga zerikarli bo'lib qoladi. Qiziq bo'lmay qoladi. Ayollarning tabiatida bor. Shuning uchun ayollarning ko'pi sotuvchilarning ko'pi ayollar bo'ladi. Telefonda sotadiganlarni ayniqsa. Endi bu hozir men sotuv to'g'risida biroz hazillashib gapirdim-u, asli real hayot xuddi shu. Ishda, munosabatda, biznesda imkon qadar mana shu narsalaringizga hamma xaridor esinglarda bo'lsin. Hamma shuni ovchisi. Nimaga bir vaqtning o'zida psixologlarni ham oldiga borishadi, ham yomon ko'rishadi? Mana shuni hammasini biladi. Tushunyapsiz? O'shaning uchun ba'zida shunday holatlar bo'ladi, ba'zi psixologlarning gapi hech kimga o'tmasligi uchun mana shuni gapirib qo'ygan odamlar uni yomonlashni boshlab qoladi. Ha. Bu hozir men psixolog sifatida aytdim. Biznesda ham xuddi shu. Siz sizga kimdir dardini aytib qo'ysa, muammosini aytib qo'ysa, maqsadini aytib qo'ysa, avtomatik bog'lanib qoladi u sizga. Farqi yo'q. U sizga bog'lanib qoladi. Siz kimgadir aytsangiz, siz unga bog'lanib qolasiz. Shuning uchun ikkita odamga dardingni aytishing mumkin deydi. Birinchisi xoriq tabib, ya'ni haqiqiy to'g'ri doktor. Haqiqiy foydali, haqiqiy o'zining ishining ustasi bo'lgan doktor. Ikkinchisi komil bir ustoz deydi. Boshqa hech kimga aytma. Bilinglar, mana shuni har bittasini aytdinglarmi, bittasini aytdinglarmi, bo'ldi. Bo'yninglardan ip boylab nariga odamga bergan bilan bir xil. U odam sizni xohlagancha manipulyatsiya qiladi. Manipulyatsiya qilishni xohlasa. Ko'pchilik odam bundan kayf qiladi, uzr endi. Ha, yashang. To'g'ri savol bo'ldi. Ya'ni endi buni qanday chiqarib olish mumkin? Darsimizni oxirigacha o'tasiz, kursimizni oxirigacha o'tasiz. Keyin buni tushunib olasiz.